中落叶纷繁，星河间几番聚散，我偏要居住这曙光，任天残天难，围绕在你我之间，永恒的誓言不变，誓言般飞向空中后展开那飞腾的线，燃了眼里火尽边沿，一顾盼坠落心间深渊，逆着风影落中涅槃，征途上那远方的人会坚信，征途上那从前的人不 Osmondagi janglar. Yigirma sakkizinchi qism. Siyoli klan haqidagi yangilik kelish uchun o'z hayotini afoslik qo'ydi. Tumali bulutlar sektorasi ularni butunlay yo'q qilish uchun siyoh klanni yo'q qildi. Joy metall yo'llanma kompaniyasini kutilmaganda hujum qilib, boshdan kechirgan narsani Toshi qadimgi dona nefritini qidirayotgan rulida zahrdagi odamlar edi. U Siyoyani unga beixtiyor edi. Siyoyani deyarli qirg'in qilinayotgan urug'doshlari uni juda aybdor his qildi. Shunga qaramay, Siyoyan hozircha past tushishni tanlashi mumkin emas edi. U oilasini joylantirishi uchun ikki aka-ukasini topishi va o'zini kuchaytirishi kerak edi. Ular Siyo oilasi tomonidan ko'rilgan zo'rlik va dushmanlarni yuz orasidan ularni qaytarishi kerak edi. Ularni hammasiga Siyoyan qaytarishga va'da berdi. Ta'lim olish uchun 6-bosqichga kirish huquqiga ega bo'lgan talabalar soni juda kam. Ortingizga qarang. Yulduzli do'lin darajasi. Qachondan beri bunday kuchga ega bo'lgan odamlar 6-darajaga kira boshladi? To'g'ri, hech akademiya standartlarini pasaytira boshladimi? Yo'q. Siz haqiqatan ham akademiya alohida maqomga egasiz. 2 yulduzli do'lin darajasi bilan siz ushbu 6-darajaga kirishingiz mumkin. Qancha odamlar sizga hasad qilishadi. Lyoyu, siz meni ukamsiz. Agar kimda sizni aralashmoqchi bo'lsa, menga ayting. Men jang qilaman va suyaklarni sindirib tashlayman. Sizga katta rahmat. Qo'llaringiz qichyaptimi? Unda nega siz o'ynash uchun Lyoqingni topmaysiz? Shunday bo'ladimi? U yerda mashg'ulot o'tkazmoqda. U Yoshin. Unga ahamiyat bermang. U Luffy haqida ba'zi fikrlar bor. Yo'lning tashqi ko'rinishiga hisobga olinmaganda, u hozirgi yulduzli Fight Speed o'yinida kuch reytingi 17-o'rin. U Bachindan kuchliroq. Bu badbey hit qayerdan kelyapti? Baychen ekan. Va, seni biladim. Hamma narsa Lyoqingdanmi? Agar siz to'plar bo'lsa, men siz bilan o'ynayman. Faqat takabbur qilyapsiz. Bu rangdagi, azob chekyapsiz, Yo'yan. O'rtacha axlatni mag'lub qilgandan so'ng ichki akademiya hukmronlik qilyapsizmi? Agar katta Lyoqing bizga keraksiz muammolarni keltirib chiqarish yo'l qo'ymaganida, biz sizni istalgan vaqtda yo'qlardik. Qarshi chiqishi mumkin. Juda ham yaxshi. Siz bankdan kim qo'rqadi? Uzoq vaqtdan beri Feyrga senga to'g'ri saboq bermaganman. Bugunga qadar takabbur ekansan. Men ayblaman. Men sizga amroq bo'laman. Siyoyan, bu ahmoqlik kaltaklama. Qarang u. Ehtiyot bo'ling. Bu ish odamning noyob suv turidagi kurash usuli, Akakitusu usuli devori. Mening qobiliyatim bilsangiz ham nima qila olarsiz? Bunday bo'lmasligi mumkin.
Bu odamni suv tubidagi, to'qiy yuskasilidagi korroziyaga ega. Agar menda samoyoq olib yetib bo'lmaganda men o'lgan bo'lardim. Sioyan yomon emas, bu faqat izlanish. Xursand bo'lishga nima bor? Hammangiz to'xtang. Luka aka, aytganimdek, mashg'ulotdan hozir bizni ustuvor vazifamiz. Biroq g'alaba qozonsa musobaqada hal qiling. Sioyan, men sizni musobaqada kutaman. Biroq mushlar oyoqlar hozir. O'sha paytda hayot yoki o'lim taqdiriga bog'liq bo'ladi. Sioyan, meni himoyam ostida. Yo'mayo'ga tegishga jur'at etdi. Salom katta Ziyan. Hey, kim sizni haqorat qildi? Muammo bo'lsa menga ayting demadimmi? Ha, bu shunchaki kichkina mojaro. Men o'zimni hal qila olaman. Meni yordamimdan foydalanmaysizmi? Kelajakda men tabletgan qayta ishlashini kutib qolaman. Ha, va'da berganimdek, men sizga va'da qilganimcha hammasini beraman. Haqiqatan ham bu odam shapalaq urishini xohlaysizmi? Xo'sh, bu bugun masala bu yerda tugaydi. Agar g'azablansa, bu katta musobaqada hal qilinadi. Bu yerga xolis joy. Qani ketdik. Bu yeziyan kelganda nima gaplar? U sharmanda qilmang. Qani ketdik, tezroq. Aholiga mening ketishim kerak, ko'rishguncha. Ha, bu yerda yurak-qon energiyasi juda toza. Bu yerda mashq qilish orqali mashg'ulot tezligini bir necha marta oshirish mumkin. Bu yerda mashg'ulot o'tkazaman. O'sha yigitlar yer berdi, poyezdda ham tushib qolishadi. Bu safar qarzga beraman. Sahiy, to'g'rimi? Rahmat. Kelajakda gazakilish sifatida buni oling. Tugagandan so'ng men sizga ko'proq tablet talab qilaman, maylimi? Nima uchun minora ichidagi barcha energiya zo'ravonlikni his qilyapman? Minora ichidagilar barcha talabalar ehtiyot bo'linglar. Bu Skyteam minorasida darhol tark eting. Minora ichida taninglar zo'ravon bo'lib qolyapti. Deriz yurakingdan chiqib bo'lishi mumkin. Uni o'tirishga kamida bir necha oy bor edi, lekin hozirgi vaqtda bo'lishi mumkin. Vaziyatga qaraganda tezroq qoching. Bola, nafsizlik tug'ilganlaringizdan tezroq ketishimiz kerak. Nimalar bo'lyapti? Bu yerda turish xavfli. Hey, bu tomonda. Nimalar bo'lyapti? Qiy tozalash minorasi tufayli o'tmishdan buyon bunday. Bu shoshilish kerak. Hammangiz yo'qotgan vaqt yo'q. Bu darhol ta'minlashimiz kerak. Kichik kosmik to'siq. Muhir. Tezda keting. Sioyan, men haligacha nimalar turibsan? Bu minoradan chiq. Hop, tushundim. Darhol ketaman. Eng sifatli animalar, ana kingdom nuqtasi.
Nimalar bo'lyapti? Quyi tozalash minorasi bir muddat yopiladi. Qayta ochilishdan oldin barcha talabalar ichkariga kirish taqiqlanadi. Ichkari akademiyoklar buni bostirishga qodirmagan. Aks holda u harakat qilishga kerak emasmidi? Shunchaki qaysim shoshilmoqni muvaffaqiyatsiz bo'lardi. Xavotir olmang. Bu safar portlash unchalik katta emas. Qo'llaversa u oqsoqollar zaif emas. Va yurak oloni muhrlash yurib qo'ydi. Qiyin bo'ladi. Oqsoqollar juda qiynalishi aniq. Hozirgi kunda portlash asta-sekin zaiflashmoqda. Oqsoqollar muhri qandaydir samaraga erishdi. Shunda men xotirjam bo'lishim mumkin. Bu talaba iltimos qol. Oqsoqol, bu bilan bog'liq narsa bormi? Minora ichidagi faollikni his ham his qilishingiz kerak, to'g'rimi? Agar men sezdim bo'lsa, javob beraman. Men jim bo'lishim uchun e'lon hech narsa bor. Yo'yan bo'lish kerak, to'g'rimi? Aytinglarchi, jannat olov bir-birini o'ziga tortadi. Siz minora ichidagi g'arabni his qilishingiz mumkin. Tanangiz samoy alanga tufayli bo'lishi kerak, to'g'rimi? Uni faqat samoy alangaga ega bo'lish mumkin va samoy alanga o'rtasidagi narsalarni biladi. Haqiqatan ham ozgina his qila olaman. Biroq bu narsani qaytarish musammal naqasdan minoraga ega bo'lmaydi. Minoradan chiqqandan keyin meni his qilayotim zaiflashadi. Xavotirlashga shart emas. Sizni qoralash niyatim yo'q. Biroq men sizga eshitmoqchiman. Minora ichidagi masala gapi haqida aytmang. Talaba, men hech kimga aytmayman. Bunga va'da beraman. Bu kichkina do'stimning hissiyotlari haqidagi narsalar. Bunday yoshlikda samoy oloni boshqarishi mumkin. Darhaqiqat sizning narodlaringiz qo'rqinchli. Ha, aytgancha, Oqsoqol ismini bilasiz, bu to'g'rimi? Bu ichki akademiya. Oqsoqlar urushda suv quygan boshlig'iman. Oqsoqlar sizlarda suv, meni kechiring. Ha, hammasi yaxshi. Kichkina Lusiyoyan, men sizga haqiqatni aytaman. Garchi biz hozircha qiyoqlar imzolarsiz o'ziga zo'rga saqlab bo'g'izgan bo'lsak ham, u uzoq maqsadgacha olmaydi. Keksa men o'sha kichik do'stim kelajakda akademiyaga yordam berishimni umid qilaman. Agar barcha oqsoqollar kuchi yetmasa, suv oqsoqol. Jan ruhini kuchi bilan talaba qanday qilib bo'lish mumkin? Samoy olog'iga ega bo'lgan sizni oddiy kuch bilan o'lchab bo'lmaydi. Xavotir olmang. Agar siz o'sha paytda kuchsiz bo'lsangiz, men sizni majburlamayman, tabiiyki. Mayli. Birinchi student albatta kuchini sinab ko'radi. Yaxshi. Sizning bu so'zlaringiz bu meni ishontirdi. Agar siz haqiqatan ham meni ichki akademiyaga yordam bera olsangiz, siz yomon munosabatda bo'lmaymiz. Oqsoqolga rahmat aytaman. Bu yurak oloni istayman. Menga bera olasizmi? Ulan boshlig'i, yosh xonim, siz va yosh Siyoyan haqida ham noaniq taxmin qildi. Bir oydan keyin sizni olib ketish uchun qilondan kimdir shaxsan keladi. Siyoyan aka. Siyoyan, sizni nihoyat topdim. Siyoyan aka. Siz mashg'ulotdan qaytdingizmi? Nega bu yerda yolg'izsiz? Bu vaqtda omada mashg'ulotlar bilan band edim. Siz bilan ko'p vaqt o'tkaza olmadim. Siyoyan aka. Uzoq vaqtdan beri yulduzlarga bunday qaraganim yo'q. Ha. Bu yillar davomida men doimo yo'lda edim. Bu faqat oldingi harakatlar edi. Men to'xtashga jur'at eta olmadim. O'ta chekis tundagi jonzotlar kabi. Bu olov chegirmani darurni tugasa, men o'z hayotimdan yo'lni oxirigacha ta'qib qilaman.
Lekin menda sen borsan suyunar, oldingi menga borgani sen yo'l ko'rsatasan va men yolg'iz emasman. 是小姐执意 Agar yosh xonim uni yonida qolib turishni talab qilsangiz, kunlar ichidagi yosh xonni sevgan nisbatan kuchsiz bo'lib qoladi. 薰儿也想 Suyun 一直陪着 aka, 小 biz siz yonida bo'lishni xohlayman. 你走， Qara, qiz, yulduz uchmoqda. 要对着流星许 Bu 愿。 yulduz tushayotganda tilak bildirsang, orzungga erishasan. Buni sinab ko'r. 小远哥哥， Suyun aka, 薰 Suyunya. 儿会有自己的方 Sizni 式。 himoya qilish uchun o'z usullaridan foydalanadi. Hmm? 这是 Bu 打开看看。 uni oching va ko'ring. 好漂亮， Juda 我给你 chiroyli. 戴上。 Keling, buni siz uchun oldim. Men tasavvur qilganimdan ham go'zalroq. 谢谢。 Sizga rahmat, Suyun aka. 傻丫头， Ahmoq qiz. Hehehe 前十的谜 Birinchi o'ntalikdan joy men. 定了。 O'siyam bunga erishaman. Do'stlar, mana bu animemizni tugatib oldik. Ovoz berdi Muhammad. Anime homiylik asosida ovozlashtirildi. 整个天下 Homiy Halililloh. 依然在。尘埃纷落叶深邃，地狱狂风发似飞，疑惑追可曾彷徨疲惫，一抹天颜素相随，彼时身影共进退，风情终是不迷目而归。我踏破云烟往前走，不与是是非非的阴谋，振翅而飞，只战斗，绝不退后。那个不太少